Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, uzoq yaqindan kuzatayotgan jigarlar bor bo'linglar, omon bo'linglar. Bugun sizlarga shunaqangi go'zal, fayzli, barokatli joylarda qaranglar. Suvni bo'yida, kanallarda suv oqib yotdi. Maza qilib yashaydigan joylarda qarang. Tabiat, havosi zo'r joylarda tayyor 15 sotikli uy-joy, xonadon sotuvga qo'yildi. Mana shu to'g'ridagi xonadon. Inshaalloh sizga buyursin, nasib qilsin. Lokatsiyalar, joylashishi, ko'chalarni qaranglar, to'liq asfalt. Jiloy mahalla, buzilish, qurilish, snos hech nimaga tushmagan. Alloh nasib qilsa, olasizlar, baraka topasizlar. Assalomu alaykum. Okay, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Charchamang. Shunaqangi joylarda tayyor uy-joy, xonadon sotuvga qo'yildi. Manzilimiz kadastr hujjatlari mana qaranglar, yangi qilib qo'yilgan. Hozir mana bunaqa plastik ko'rinishida bo'lyapti. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Vatan yo'q, Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Beshkent mahalla fuqarolar yig'ini Vatan ko'chasi 2-uyimiz mana. 15 sotik tayyor uy-joy, srochna sotiladi. Narxini ham boshidan aytib o'taman. Xonadonda gaz, suv, svet, internet, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Ko'chaning boshida maktab, bog'cha hammasi bor. Sharoit zo'r. 15 sotikli uy-joy boshlang'ich narxi 47.500 AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Kelib ko'rib savdosini qilaverasizlar. Turgan joyimizdan Qo'yliqqacha 35 kilometr. Mana trassa. Nargi betda trassa. To'g'ri ketasizlar Qo'yliqqa qarab. 35 kilometr. Food City 30 kilometr uzoqlikda. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Sizga buyursin, nasib qilsin. Xonadonning fasad ko'rinishini ko'ryapsizlar mana. Juda ham katta, keng. Mana. Gazlar kirgan, suvlar kirgan, internet, sharoit zo'r, xudo xolasa. Kelinglar, ko'ringlar. Kadastr hujjati mana. O'zligining nomida, muammo yo'q. 47.500, yana barakasi bor. Kelib qo'llarni mahkam ushlab savdosini qilaveringlar. Mabodo puliga kelishadigan bo'lsanglar, xudo xolasa baraka qilib qoladigan bo'lsanglar, yetmaydigan, kam ko'sti bo'ladigan bo'lsa, mulkinglar bo'lsa, unaqasiga ham barterga ham xudo xolasa ishlab yoradi. Kelishaverasizlar. Gazini bosib yuborasizlar. Ichkariga kirdik, qani boshladik. Mana xonadonimiz, xudo xolasa. Kirib kelaverish. Fasadni ko'ryapsizlar. Boyagi so'rashgan akalarimiz yonidagi uyda reklama qilgandik, baraka bo'luvdi. Toshkentda o'zimiz mana akalarimiz, obunachilarimiz xudo xolasa sotib olishdi. Sizlar ham ko'ringlar, Alloh nasib qilsin, buyursin. Darvozaxona mana, fasadni qarang, tepalarini. Juda ham katta keng. Hamma shart-sharoiti bilan zo'r. Огородni qarang. Xonadon to'g'ri burchak. Zo'r lokatsiyada joylashgan. Qarang buni kattaligini. Mana, nargi tarafi dala огородni boshi. Chorvaga, bozorga zo'r joylar. Qaranglar огородni. Atroflari qo'rg'on qilib o'ralgan. Qo'ni qo'shni bilan chegaralar bor. Bu tarafdan chegara, mana bu tarafdan chegara. Endi ikkita tarafda uyi. Bu tarafda 5 xona, bu tarafda 3 xona. Ichimlik suvlari vodoprovod suv mana. Buni ochasizlar. Mana buni bitta bossanglar, naporni ko'ryapsizlar. Mana, yopib qo'yasizlar. Bo'ldi. Muammo yo'q. Suv hammasi zo'r. Xonadonga kiramiz, bitta xonalarni obzor qilib beramiz. Inshaalloh buyursin olgan odamga. Bismillahirrohmanirrohim. Bu tarafida hech kim turmas ekan. Xudo xolasa kelib ko'rib olaverasizlar. Kirganda mana koridor. Xudo xolasa ichkari eshik mana akfeyka mana bunaqa eshiklar qo'yib qo'yilgan. Qoladi. Tashqari eshigi. Mana yog'ochdan MDF remontlar qilib qo'yilgan, tayyor yashingiz. Отопление tizimlari parovoy mana hammasi. Ichkari eshik yog'och. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadoni mana. Katta keng mana. Отопление tizimi hammasi parovoyga mana. Oynalar tashqariga qaragan, patologlari hammasi juda ham go'zal holatda. Bu tarafdagi xonasi mana. Bu yoqdagi xona ham katta mana, keng. Paravoylar o'tgan, oynalar tashqariga qaragan.
Kataloglar hammasi juda ham go'zal holatda. Bismillahirrohmanirrohim. Endi zalga kiramiz. Mana. Zalan katta ekan, paravoylar o'tgan hammasida. Kataloglar ikkita taraf mana ikkita oyna tashqariga qaragan. Hozir bo'z bilan tutib qo'yilgan, bo'zni olsanglar yop-yorug' bo'lib turadi. Xudo xolasa xonadonda qo'yayotgan mebel texnika jihozlar puliga kelishsanglar tashlab ketaveradi. Qilinganini ko'ryapsiz, qarang kattaligini. Elektroshochiklar hammasi o'rnatilgan mana. Yo'qda ayvon mana. Katta ayvonni tegi podval ekan mana. Bonka mayda-chuyda qo'ygani. Bu yoqdan tushasizlar mana. Kattaligini ko'ryapsizlar, juda ham katta. Bu tarafda endi oshxona ekan. Mana oshxonaning chiroqlarini yoqdik. Xudo xolasa suvlar kirgan. Gazlar, отопление tizimi hammasi o'tgan mana. Bu tarafga mana bunaqa turetskiy registrlar qo'yilgan ekan. Issiq xonadon. Aristonlargacha qo'yib qo'yishibdi mana. Bu yoqda konditsioner, patologlar hammasi zo'r. Yozgi kunida mana tapchanlarda maza qilib o'tirasizlar, xudo xolasa. Uy joy zo'r holatda. Endi shunaqa uyda 47500 dollar 15 so'rtaga bo'lgandan keyin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yo'qda ayvon. Remontlar qilib qo'yilgan, aboylari, televizorlar, mana oynalar tashqariga qaragan. Ha, отопление tizimi devor pechka ekan mana. Issiqqina. Bu yoqda yana bitta mana uylari, xonasi. Zo'r gap yo'q. Joyi zo'r ekan lekin. Qurilish qilaman desangiz ham hazil ekan, pul ketmaydi-yu, bilasizlar. Naves qilinganini qarang, darvozaxonadan kirib kelguncha mana. Butun boshli to'yxona. Mana bunaqa ustunlar qo'yilgan mana. Hammasi temirdan trubalar. Mana bu yoqda oshxona bor ekan. Tashqarining oshxonasi. Gazlar kirgan. Tandirlar qo'yilgan mana. Juda ham zo'r holatda. Bu tarafda endi mana tovuqxona. To'yxona qursa ham bo'lar ekan. Sababi tepasi baland ekan. Mana yo'q endi molxona mana. Naves bostirma, pichan bosishga yozgi molxona. Teglariga g'isht terilgan mana. Bu taraf qishki molxona. Qishki molxonaga 3 ta buqa sig'adi. Yaxshi katta-kattasidan. Bu yoqda hojatxona ekan. Mana. Hojatxona endi orqa tarafga chiqadigan joy. Orqa dala mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Kim qidirgan shunaqa joylardan? Uy joy. Qarang buni kattaligini. Mazza. Xudo xolasa olsangiz maza qilasiz. Nariyog'ini qarang mana. Ko'm-ko'k bo'lib yotibdi. O'sha havo isigan sari hamma joy ko'm-ko'k bo'lyapti. Daraxtlar gullayapti. Mana bu taraf ariq mana. Xudo xolasa suvlar keladi. Alloh nasib qilsa nariyog'dan to'g'onni ochib yuborsa, to'g'on tozalanyapti. Suv keladi, maza qilasiz. Mana bu bitta tapchanni qo'yasiz. Yozgi kuni dam olib o'tirasiz, xudo xolasa. Otaxon bilan onaxonni olib kelib qo'yib.
Mana bu yoqdan uyning ko'rinishi. Qaranglar kattaligini. 15 sotik uy joy. 47500. Mana kadastri. Hozirgi paytda mana bunaqa plastikda bo'lyapti ekan. Yangi qilib qo'yishibdi mana. Kelib tekshirtirib olaverasizlar. Yer, mol-mulk soliqlarini hammasini to'lovlari qilib qo'yilgan. Kommunal to'lovlar qilingan. Nari yoqlar mana shlaka blok bilan o'ralgan. U tarafga ham o'tamiz hozir. Joyda qarang. Kattaligini. To'g'ri burchak ekan. Alloh nasib qilsin buyursin. Havasim keldi. Uyning orqa tarafi bu tarafdan. Mana. Bu taraf kotel ekan, mana kotelni. Kotelni ham ko'rsatamiz. Mana. Gaz ishuvchilar hammasi o'rnatilgan. Mana bu yoqda mana kotelni kattasi ekan, zo'r ekan. Xudo xolasa. Maşallah. Darvozaxonada nari yoqda joyi ham bor ekan. Mana ko'rsatib o'ramiz. Yes, mana. Kladovkani kattaligini qarang. Mana. Qanaqa katta qaranglar. Tepalari ham vaqti baland ekan. Mana. Mayda-chuyda narsa qo'yaman desanglar. Juda ham katta joy. Omborxonada yoki garaj qilib qo'yishlar, mayda-chuyda narsa qo'ygan. Zo'r. Ba'm ko'rayotgan narsalaringizni tashib ketadi, xudo xolasa puli kelsanglar bo'ldi. Xullas mana shu 15 sotikli uy joy. Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani. Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani Beshkent mahalla fuqaroligini Vatan ko'chasi 2-uy. 47500 AQSh dollar so'ralyapti, yana o'tadigan kelishadigan joy bor. Pastdagi raqamlar uy joy xonadon egasiniki. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Hammaga rahmat.